Selamünaleyküm hürmetli dostlar. Ya bugün Big 6 indukumuzu soyamiz. Pişib soygandan burangi kilasi, живой vesini kilasini ko'rib chiqamiz. Soygandan keyingi necha foiz sof go'sht berishini ko'rib chiqamiz. Video davomida bizning kuzatishda davom etib turib, va xolos hozir tarazida o'lchab ko'ramiz. Necha ves berishini. Terazimiz 29,8 gram. Başta 30 kilo da. 30 kilo живой vesi. Doxolasa so'ygandan keyin qancha kilo berishini video davomida ko'rib o'tamiz. Kuzatishda davom eting. Do'stlar, Big 6 indukimizni so'yishga tayyorlab oldik. Shunaqa qilib so'yish sababi kuchliligi hisobiga so'ygan paytda turli xil nojo'ya ta'sirlarni oldini olish uchun mana shunaqa qilib ixcham qilib fiksatsiya qilib so'yiladi. Bo'lmasa bir insonga polni kuchi yetadi bu Big 6. Salkam qo'chqordan kuchli bo'ladi bular. Mana shuning uchun mana shunaqa qilib tanasini turli xil jarohatlardan saqlagan holda mana shunaqa qilib chiroyli tana chiqadi-da so'yilgandan keyin. Shunaqa qilib so'yilish tartibi shunaqa bo'ladi. Patlar yuvilgandan keyingi holati katta Big 6'miz. Uzakroqda oling. Dostlar, Big 6 indukumuzni so'ydik. Endi hozir живой etini, go'shtini, kilosini o'lchab ko'rsatamiz. Mana bu nima qo'yib tarasini bosib yuboramiz. Sizda birma-bir mana bo'laklarga bo'lingan qismlarni o'lchashga qo'yamiz. Mana uzoqroq. Mana zaten ikkita qanoti 20. Mana burada nimasini qolibdi? Yurak bag'ri. Точно 25-300 gram sof go'sht berdi. 30 kilo живой vesi berdi. Mana bu sof o'z go'sht bergani 25 kilo 300 gram sof go'sht berdi. Bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Big 6 olib boqishlaringizni va yangi yilda so'yishlaringizni so'rab qolaman.